ishqibozlari, Andijon kabutarlari klubi muxlislari. Mana bugun biz Bog'ishamol bozoridamiz, Uch bozoridamiz. Mana parvozlarga yaratilayotgan sharoitlar mana akamiz ijod qilyapti. Ijodini bir ko'rsatamiz. Qilayotgan narsalarni. Mana. Bu kafe bo'ladi, xudo xolasa. Omonullo akaga bir tarafga qarasangiz Registon maydoni, bir tarafga qarasangiz Xiva, bir tarafda mana uzumlar, tormuzlar pishib yotibdi. Mana akamiz ijod qilyapti. 3D formatda bo'lyapti ekan-a? 3D formatda. Omonullo akamiz katta ijodkorlar-a. Mana qaysi maqbara Omonullo aka? Mana qaysinaqa bu? Turkiston. Ha, mana bu o'zimizni eski shahardagi Andijonning eski shahardagi Devonovoy masjidini tasvirlangan mana. Kirib. Bu Registon aka mana bu. Burchadi. Ha? Buxoro ekan. Bu taraf Buxoro. Bu taraf mana Registon. Bir taraf Xiva. Qoyil akaga. Chiroyli. Bu yerlar xudo xolisa parvozlarga chiroyli qilib sharoitlar yaratib beriladi. Kelib bemalol shu yerda bu tarafimiz bozor. Sekin chiroyli kaptarlarni video qilamiz, tomosha qilaverasizlar. Bizning kanalimizda faqat chiroyli kaptarlarni olaveramiz. Prostoyroq kaptarlarni olmaymiz. Sababi obunachilar, kanalimiz obunachilari zerikib qolmasin degan maqsadda shuni qilyapmiz. Hozir sekin bozor ichiga kiramiz, olamiz. Bu tarafdan kirishimiz. Mana kafega kirish. Mana bu taraf mana bozorimiz. Bozorlikni qilib, sekin kelinadi. Kafega kirib xohlagan tayyorlanayotgan ovqatlardan bemalol tanovul qilib, sekin eshikdan chiqib ketinaveradi. Mana eshik parvozlar rosa yig'ilgan hozir. Sekin syomkani qilaveramiz. Mana bu mini kafe qilindi. Xudo xolasa bu ichkarini ham chiroyli qilindi. Parvozlar ko'p, bitta gavjum. Hozirga u mahsulotlarni ham, stollarni ham olib qo'ying. Syomkani olib qo'ying. Mana akamiz qayerdansizlar? Biz Asakalik. Asakadan aka. Mana asallar ham chiqibdi bozorga. Qo'y, toza asallar bu. Stollarni ko'rsating hozirga mana. Bo'l. Asalni saqchika. Tabiiy. Toza. Bu yerga guli toza, bu yerga shakar berib baqilmagan asallar. Assortiment hammasi bor. Assortiment hammasi bor. Litri necha pul bo'ladi? Litri 1 litr emas. 100 ming, yo'q, 1 kilosi 100 ming. 1 kilo hisoblanadi, 100 ming ekan. Ha, bo'ldi. 130 deyapti. Ashi bolani ham olib qo'y. Asal ming dardga davo. Mana hozirga. Bo'ldi. Hadisda ham bor. Mana mahsullari ham bor ekan. Mana taburetkalar ham chiqishibdi. Bo'llari, mana stolchalar, tahorat stollari ham chiqibdi. Ha, 40 deb 35 berilyapti. Mana bolalarga massalar bor hozirga, mana nevaralarga. Mana uni qo'ymas, past. Go'zal massalar ham. Massalar ham. Bolajonlarga massachalar ham bor ekan. Hozir qishga kirilyapti, ayoqlari issiq yuradi. Nomer kerakmi? Mayli, nomeringizni aytib qo'ying. 93 917 05 63. Asalga, stolga zakaz olinaveradi. Ha, aka. Zakaz bo'lsa qilaversin hozirga. Endi siz bir qoshiq asal yeb ketdingiz. Bo'ldi, rahmat. Hozir kelamiz. Aka, olaman asal o'zi. Akalar o'tiribdi. Siza hakkalar chiqibdi. Kimdan ekan bu hakkalar? Hakkalar kimdan hakkalar?
Sizdanmi? Jupi nechi puldan bo'ladi? Millionligi bor, arzonligi ham bor. Mana shu pochta ham chiroyli ekan a. Chiroyli katta. Pochtada jupi qaysi? Pochtada jupi. Pochta jupi bilan nechi pul? Ha, mana ekan a pochta. Yo'q, emas, mana bu. Bosmi? Bu ham tanasi, Bu ham tanasi ekan. Mana bu jupi. Jupi ekan. Pochta mana o jupi. Chiroyli ekan. Sochlar sizdanmi? Bo'ldi, egasi yo'q bo'lsa olmay qo'ya olamiz. Go'ralar sizdanmi? Moda ekan-a bu? Ona bola, nechok? Ha, ona bolami? Chiroyli kaptarlar ekan. Nechi pul bular? 1,5 million. 1,5. Hakka. Hakkam. Chiroyli kaptar ekan. Bu ham mendan. Akkalar ham sizdanmi? Sochlar ham chiroyli ekan-a, mana bu. Chiroyli kaptar ekan. Chiroyli kaptarlarning nomerini ola olamiz. Ko'rsata olamiz, narxini so'ra olamiz. Qora bosh ekan. Chiroyli kaptar ekan mana mash. Bu qora boshli jup qaysi ekan? Jo'ra modami? Ular nechi pul ular? 1,5 million. 1,5 million. Qora boshli o'zi nechi pul? 800 ming ekan. Chiroyli kaptar ekan mana shu. Chiroyli ekan. Mana moda hayot akadan ekan. Kattari ko'zi chiroyli ekan. 500 dollar narx aytilyapti ekan. Egasi bo'lsa telefon nomerini olishga harakat qilamiz, bo'lmasa iloji yo'q. Juvona kaptar ekan. Oyoqlari ham chiroyli ekan. Bu oqlarimiz falon pulli oqlar ikror ekan. Chiroyli kaptar ekan, serpanlar. Bu ikror ekan nechi pul edi? Mo katta narxi. 2,5. Mononisinichi? Mononisinichi? 1,5 ming ekan bunisi. Jinda ekani bor ekan. Matizni puli ekanda. Parvozga farqi yo'q. Ishqibozchilik. Chiroyli kaptar ekan. Kallani yaqindan olib ko'rsatamiz. Mana. Ko'zlari ham chiroyli ekan kaptar. Eski urug'. Eski urug'ali jali o'g'ladi. Ona bor ekan bu serpar. Chiroyli kaptar ekan. Gap yo'q ekan. Mana. Bu paypaga kattaroq mikro aka? Paypaga mana 12 bilan teng, mana 12 bilan. Ha, 12 bilan teng. Ha, sinib qolgan ekan-a? 12 bilan bir xil. Ha. Sinib qolgan ekan, yulinib qo'yilgan ekan. Lekin seryozni kaptar ekan.
Chiroyli kaptar aka. Endi mana oqlarni ham, ko'zlari ham chiroyli ekan. Chil ko'z ekan. Ko'zni qaranglar. O'ta приятный ko'z ekan. Kalla. O'ta spokойный kaptar ekanlar, mashhur. O malla ham chiroyli. Aka kaptar 5 milyon diyorsun. 5 milyon ya. Juvonalar ekan buni. Kaptarni borini ko'rsatamiz. Iloji boricha parvozlarga ko'rinadigan qilib ola olamiz. Yaqindan kalla, tumshuq, ko'zni ko'rsata olamiz. Mana. Ko'z. Chiroyli kaptarlar ekan bular. Egasi yo'q ekan hozir. Narxini so'ramadik. Oq modalar ekan. Bu model chiroyliligini qaranglar. Chiroyli kaptar ekan. Mana modani ham. Oğla Elmurodjondan. So'nalar chiroyli. Chiroyli kaptar. $800 narx aytilyapti. Oqlar juvon ekan hali. Onalar ham $800. Hali o'ta spokойный kaptarlar. Malla moda ekan. Chiroyli kaptar ekan, mana shu malla moda. Oq quruq ekan lekin. Oqlarga solinadigan malla ekan. Bu modalarni hech puldan deyil Murod. Bu $200 ekan. Malla modachi? Malla moda $300 ekan. Mana bu $500 ekan mana moda. Narlar 800 danada. Narlar 800. Chiroyli kaptar. Pochtiqqa 2 million narx so'rayapti, 2 million so'm. Chiroyli kaptar ekan, 2 million so'm ekan. Narxi o'zi. Shu opam chiroyli ekan. Ko'z tinyapti ekan. Qiziltosh chiroylilari chiqibdi. Nar. Eski narlardan ekan. Bu yurug'i ham chiroyli ekan bu kaptasi. Chiroyli kaptar ekan. Sochlar.
Mana qizil qo'shnani oldi. Chachalarroq ekan, lekin chiroyli kattalar ekan. Ayollari mana paypoqlar, figuralar. Chiroyli kattalar ekan. Endi kishmish moda ekan, chiroyli moda ekan mana shu. $2 million narx aytyapti. Figuralar. Figura. Kishmish moda ham chiroyli gaplar ekan. Bitta sotsang 10 ta sotadi odin ekan. Bitta sotsang 10 ta sotadi. Bitta sotgan 3 ta. Qizil toshlar ham chiroyli. Tovuqdan ikki yonida berib, nasl Shimoda ham chiroyli ekan. Bu qizil toshlar kimdan aka? Juvon gaplar. Moda 1 milyon deyapti. Moda 2 milyon deyapti. 1 milyon, 2 milyon. Ononisi chekadagi. Ha, Moda bo'lgan. nech puli? Bu ham moda 2 milyon. 2 milyon. O'zi 1 milyon, mana shundan juvonada. Chiroyli gaplar. Bunisi bozor bo'lgan. Mana shu bozor. Mana shu oqchumona ham chiroyli gaplar ekan. shu yormagan hali. Ona juvolar hech bo'lagan. 2 milyon ekan, chiroyli gaplar ekan emas. Hali ham toza ekan gaplar. Ash kaptar bo'ladigan kaptar ekan mana. Kallalar roza keladi mana shu kaptar. Qo'shuvlari kalti. Buni gunoh bo'lgani qadas ma'daman deb ovolishi. Ona chindan ham chiroyli ekan. Gaz ishlaydiyu. Ha? Ismola ham chiroyli ekan. Chiroyli gaplar ekan. Kampar. Ha, figurali ekan mana buni. Nech pul bular? $300 ekan. Figurali kaptarlar ekan. Chiroyli kaptarlar ekan. Böyle kısa tost figurasi. Aypalar ham chiroyli. Telefoningizni aytib o'ravering. 99 727 88 87. 727 87.
eski urug'lar chiqib turadi. Chiroyli gaplar ekan. O kallani qaranglar. Yosh kattaroq ekan, lekin ishlatsa bo'lsa kerak. Olindimi bu oxna? Oldingizmi? Nech pul oldi? 100 dollarmi? 100 dollarga oldim. Ha, arzon. Moda. Ha, mana modani oldingizmi? Ha, bu modani 100 dollarga oldim. Nargi nech pul deyapti? 50 dollarga olindimi? Arzon olindi. Chiroyli kattalar ekan. Mana shu oxmolarni ham ko'zlari chiroyli ekan. Mana oxlarda ham tufulari chiroyli ekan. Tuzitcha to'g'rilash kerak ekan to'g'ri. Juvona kattar ekan. Oxlar ko'p chiqibdi bugun bozorga. Har doimgidek. Mana hozirgi moda. Ko'zlari ham chiroyli ekan. Nech pul deyapti buni? Ayollarni ko'rsatingchi. Joniga nech pul deyapti? 2 million. 2 million ekan. Moda ekani? Moda ekani, chiroyli gaplar ekan.